Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz keldik. Hop, 12 ga 16. Uyda kirishasini boshladik nasib bo'lsa. İnşallah. 7 xonali uy. Juda katta kirisha bo'ladi. İnşallah. Kuzatib boringizlar. Oxiriga qadar ko'rsatamiz. Ana bugün ikinci gün açılır. Sattar davay peşin. Polnu darsaklar Tayland'da. Caynamazdı. Uğraqlarımız inşallah. Assalomu alaykum hammaga. Bugün ikinci gün. Urra bo'layapti kirisha. Ha, ketdi gese. Juda kesh bo'ldi ikinci gün. Uzoqdan ham ko'rsataman. Hop, 2 günlük rezultat. Uyning yerini 60 cm chiqarganmiz. Uyga vaqtcha zo'r to'g'ri keldi. Kirisha polni 4x katni bo'ladi. Kanyoq bo'lmaydi, 4x katni bo'lib hammaga berkiladi. Assalomu alaykum barchaga. Kirishamiz bugün 3. günü abid bo'ldi. Shunaqa holatga keldi. Assalomu alaykum barchaga. Bugün 5. gün. Shunaqa rezultat bo'ldi. Reykasini boshlab jetdik. Reykalarni urdik. 5. gün abid bo'ldi. Bolalar nima o'tiribdi soyada. Havo rosa issiq. Tutlar pishgan. Riskatni bo'layapti kirisha. Bu yo'l tarafdan. Bu uyning alt tarafidan. Shunday rezultat bo'layapti. Buni bolakaylar urra ishlayapti. Andabaca oxirlashyapti. 160 kvadrat edi. 100 kvadrat bo'ldi. 60 kvadrat qoldi. Hozir ko'rsataman yana. Bu yerda bir kamazning yarmidan ko'pini tayyorladik. Jetyatri inshaalloh. Unda bolayam kichikcha shunchasi qoldi. İnşallah jetse kerak hammasiga. Keyinroq holni loyiq tayyorlab zagotovka qilyapti. Nomlarni ham ishlayapti. Hammadan joy-joyda. Tez. Ura ish ketyapti. Şöyle tur hani qo'ygan berme. Davay. Buni bolakayam ko'rga destay. Xo'sh. Mana badan kevja chiqdik. Mana polni hamma joq tirov qo'yilgan. Andaba bo'layapti. Mana hamma joq bitib kelyapti. Mana bular uyning pergorotkasi bor. Bu yerda spesialni shuni ochiq tayyorganmiz. Lay kiradi. Bunaqa bu yoqqa tovush o'tmaydi. Xo'sh. Mana bu yoqdan bolakaylar ishlayapti, kuchi ko'payib ketgan. Stakalonam nerede turibdi? Davay. Gol tepsi. Ne bu akşamki bu prorok. Hazoyin.
Shuncha yer qoldi, korоче, 8 ga 8 bitta joy qoldi. Bir de quyosh botishi kam qolyapti, bo'lish kerak. Shamga davr. Assalomu alaykum barchaga. Nandabalar quridi. 2 kun nandabalar vaqt ketdi. Bir kun zardivalga. Bugün 6. gün. Bu Kirishaning o'ziga 6. gün bo'ldi bugün. Burayatırımız reykeler uğurlu boğan. Nabiyaklar uca cabıldı. Buna taraf oğlu boldu. Nam nelerden? Neden stoke verilgen? Şundan stoke abi zaten veringizler bulmasa kışayıp rası ovala. Polnu stoke hamacıqı verilgen. Tahta 5 metreden uzun bolsa uca ortasından stoke şuna veriliş gerek. Şunday gaplar. Assalomu alaykum aziz fatishchilar. Bugün Kirishamizning 7. kuni. Xudo xolasa shu kam qolyapti. Shu yerdan uzun urib ketyapmiz. Kirishamning osti tarafi. Kirishangnam nelerga odayin stoyka beriladi. Heymin odayin. Bu yaxshi ishlaydi, men deyman. Burada poluna urganmiz. Ana shular zo'r ishlaydi. Hammasi nazoratim ostida. Hammasi cho'tki bo'lyapti. Mana bu adoqlarni ham az ko'rsataman. Buni adog'i 10 cm chiqardik. Chunki hali bir apishka bo'ladi, keyin 5 cm qoladi. Hol men shlapamni olgan, yana aqdi. Hop. Kirisham uca qarib bitaydi qoldi. Shu hamma taraf bo'ldi, mana shu gullar kam qoldi. Shu gullar ham bitsa tamom. Xo'sh, shuna kirisham polni urildi. Endi kanyogini uramiz hozir. Endi kanyog turibdi. Shu kanyog bor, 4 metrlik. Shuni hozir uramiz. Kanyoklarni keyin tushamiz. Hadi lazer koyup vurur. Nöce kanyoklar ham bo'ldi. Hamma joq bitib ketyapti mayda.